Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriya Rahman. Çaşlarımni kestirib etdim, lekin men yanala men. Sizlarga kitap o'qib berishni yaxshi ko'radigan kitobxumari do'stinglar Nuriya Rahman. Xo'sh, bugun men Janvada kuz fasli har xil meva-chevalar may bog'lab pishib ketadigan mo'l hosilliq fasl. Shuning bilan birga yana havo to'la o'zgaraydigan, yomg'ir yeshin ko'p bo'ladigan bir fasl. Tünögün kitap o'qib beray deb bir almaliq baqqa borgan, lekin yomg'ir yig'ib ketib qaytib keldim. Bugun tek yomg'ir yog'madi, lekin sal turib yig'ishninki bisharati bor. Janva ko'li bo'yida. Hozirlarga sunmoqchi bo'lganim dangliq olimimiz Abdushukur Muhammad Eminning Uyg'urlarda islom madaniyati nomli kitobining bir parcha maqola. Xo'sh, oldi bilan bir askartib o'tkim kelyapti. 1933-yili 28-sentabr biz Uyg'urlar esimizda tutib xotirlaydigan kunlarning biri. Chunki bu kuni dangliq olimimiz Paylasub marhum Abdushukur Muhammad Emin dunyoga ko'z ochgan kun. Merhum alimimiz hayat bolsa bu yıl 91 yaşga kirgan bo'ladi. Merhum alimimizni hürmetler bilen eslaymiz. Bu kitapның başlanışta bir parça rubai bor, bekle yaxshi ko'rman. Qismeti qamus hayatның her beti rahat manga. Mayli qayg'u, mayli shodlik kelgeni omad manga. Bolsa gara qalbingda hikmat, qilg'usi jutni bahar. Bo'lsa qalbimda hikmat, omidim obat manga. Abdushukur Muhammad Emin. Ajoyib esil rubai. Xo'sh, asli o'qituvchi to'g'risida nomliq bu maqolani o'qituvchilar bayramida o'qib berishni planlab qo'ygandim. Afsus, mumkin bo'lmay qoldi. Shunga biraz kechikkan bo'lsammi, merhum olimimizning tug'ilgan kuni munosabati bilan bu maqolani huzuringizga sunaman. Xo'sh. O'qituvchi to'g'risida. Ma'arifda muvaffaqiyat qozonishning siri o'qituvchiga hurmat turg'izishdir. Emerson, Amerika. Muqaddima. O'qituvchi hurmatli nam. Şoňamy bu nam toğrusida madhiya yazmagan, hikmet bütmegan mutafakkurlar bolması gerek. Çünkü o'qituvchi inson qalbiga tunji ma'rifat nurini elib kirgüchi mash'al. O insoniyat madaniyat tarixining osmonini yo'rtquchi quyosh. Millatning bag'vini, davlatning murabbi, insoniyat ruhining injeneri. O'qituvchi yosh avlodlarning ilm fan dunyosidagi tunji homiysi. O bilim xazinasining oltin eshigini ochquchi, aql durdanlarini chashquchi, hikmat qomusining ma'nilarini yashquchi, tarix bilan makan, tilsim bilan zaman orasida parvoz qilib, mutafakkurlar bilan suhbatlashquchi, haqiqat marvoyatlarini tashquchi zaki ustoz. Fidakar jangchi, mehribon, sof qalb egasi. Nima degan fasohatlik iboralar, ha? Ulug' o'qituvchi ustozlarsiz ulug' ma'rifat azimatlari voyaga yetmagan bo'ladi. Aflatunning o'qituvchisi Sokrat, Aristotelning ustozi Aflatun, İskender Zulqarnaynning ustozi Aristotel bo'lgunidek, Abdurahmon Jami Alisher Navoiyning yetakchisi, Saddidin Qashqari Jamining ustozi edi. İnsaniyat tarixidagi ba'zi mashhur mutafakkurlar hatto o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullangan. Masalan, Hippokrat,
Farabi, Ibn Sina, Geygil, Qidirxon, Abduqodir Damulla, Mamtili Apandi qatarlıqlar şunun cümlesidendir. O'qituvchining vujudida ikki muhabbat rishtisi, ya'ni kasbga beg'ishlangan muhabbat bilan ilmga bo'lgan muhabbat giralashgan bo'ladi. U Shenskiy aytgandek, mansabdor to'ra emas. Mansabdor to'ra o'qituvchi emas. Ammo ta hozirgacha nima uchundir o'qituvchi jamiyat yetakchilari, ahli jamoat, o'qituvchilarning farzandlari, tuqqan do'stlari o'qituvchidan iborat bu hurmatlik nomni, o'qituvchidek bu tarixiy kuchni, o'qituvchilikning ma'naviy shartlarini birdek his qilgan, tushungan, qadrlagan emas. Natijada ma'arifda bir qadar ko'ngilni g'ash qiladigan masalalar saqlanmoqda. Xo'sh, bu yerda bir necha kichik mavzu bor, shu mavzular bo'yicha o'qib beraman. İki ulug' homiy va bir muqaddas qalb. İki ulug' homiyning biri ana, yana biri o'qituvchidan iborat. Ularni bilmak har qanday bilishning muqaddimasi va sharti. Ularni qadrlamak har qanday muhabbat va kamolatning bosug'isi. O'xshashla ularni xorlash barliq xorlanishning sababi va boshlanishi. Ana barliq hissatlarni o'ziga mujassamlagan poeziyalik ibora. Angliyalik yozuvchi Tekkerning so'zi bilan aytganda, ana farzand tili va tilidagi tangri. Shunga u hammaylan bosh egadigan ulug' mehr muhabbat muakkili. Tunji ta'lim, tarbiya murabbi. Balzak aytgandek, millatning kelajagi onalar qo'lida. O'qituvchi bo'lsa, insonni shakllantirguchi yana bir ulug' sima. U istak uyg'otguchi, tafakkurga yetakluguchi, aql izdig'uchi va kamolat yo'liga boshlag'uchi. O'qituvchining fidokor qalbi, tafakkur xazinasi onaning o'z farzandiga baxsh qilgan onalik tarbiyashi va onalik tarbiyasining yangi qatlamdagi davomi bo'lib, bu ikki ulug' tarbiyachining yuragi bir. Ammo nima uchundir hamma farzand, hamma shogird, hamma jamoat bu ikki zotning bir-biriga tatqas qadr-qimmatini va hurmatini degandek tushunmaydi. O'xshashla hamma onalar va ona bo'lg'usi qizlar, hamma o'qituvchi va o'qituvchi bo'lg'uchi o'quvchilar millatning ma'naviy safosini belgilaydigan ikki halqa. Ona va o'qituvchining o'zi qandaq ong va qandaq sifatga ega bo'lishi lozimligini degandek tushunmaydi. Bilish kerakki, bu bir fojialik hodisa. Bizda zehn sinash deb atalgan an'ana bo'yicha topqirliq deyiladigan musobaqalarda mashhur kino cho'lponlari va naqshi usul cho'lponlarining nomi tilga e'lanadi. Ularning hayot faoliyatlarini hammaylar biladi-yu. Mashhur muallimlar, olimlar, kashfiyotchilar, adiblarning nomlari kamdan kam tilga e'lanadi, hatto e'linmaydi. Ularning hayot faoliyatlari va qozongan utuqlaridan nihoyatda ko'p kishilar xabarsiz. Buning sababi o'qituvchi obrazining ulug' murabba darajaga ko'tarilib tashviq qilinmaganligidan bo'lgan. Bu nihoyatda nozik, bo'sh qolgan ulug' xizmatdir. Yana bir tema ajirlik, ammo jafokash kishilar. O'qituvchilar tarixdan beri insoniyat madaniyati uchun shuncha ko'p ajr singdirib kelishdi. Ular xuddi qizilqon donchilaridek insoniyat gavdasining hamma qismiga tarqalgan. Ular ko'targan ma'rifat mash'ili yiroq cho'l jazira, tog' jilg'alardan tortib,ovat shaharlargacha hamma yerda yo'ritmoqda. Uzoq yillik turmush amaliyoti jarayonida ko'rganlarimiz bo'yicha aytganda, umuman o'qituvchilar bir qancha qurli kiyimni yuyib, tozalab kiyib, kichikkina oilasini qattiq
tejashlik bilan boshqurib, kishilarga yo'l berib yo'l talashmay, qo'l berib qo'l talashmay yashab keldi. Ularning uylari kirganda ko'rdig'imiz tamdaki gelam emas, dunyo xaritasi. Marabga tizilgan qelin yotqanlar emas, derizi töbedeki şiraga qo'yilgan kitob daftarlar bo'ldi. Har xil namratliq kasalliklari bo'libmi sil kesili ularni texmi yodong'u avoq qilib qo'ydi. Yaqında bir bojgirning bir pishqadam o'qituvchi to'g'riliq to'limi ma'nsitmaslik bilan mag'rur ohangda kimki debdiman, u bir apandikangu nahayati deganini anglab qoldim. Bu so'z odatdagi bir bojgirning eg'izidan chiqqan so'z bo'lsa-mu, u butun jamiyat, siyosiy, ma'muriy, moliya, savdo, kino, teatr, harbiy soqchi xodimlarga selishtirganda o'qituvchining jamoatchilik nazarida qanchalik o'ringa qo'yilayotganligining bir ro'shan misoli. Ras, ularning qo'llarida siyoh, ustida bo'r to'zonlari bor. Ularning yanchiqida yoki rezinka tamg'a yoki pul cheki yo'q. Ularning bir qismi xuddi Aqdam Umarning Qari jangal hikoyasidagi jangal farishtasidek bekorga degidekla xizmat qilmoqda. Mushundaq apandichilik, mushundaq xonimlik bilan vijik qiyrigan, kesal azobiga cho'kib qolgan, kishilar nazaridan unutilib ketgan mo'ysbit ustozlar ozmi? Ular o'qituvchilar bayramining dag'dug'isidan boshqa hech qanday amaliy nafga erisha olmaydi. Ular pensiyaga chiqqan peticha bo'lon pushqoqlarda unutilib ketadi. Ular qatlamlarning eng tegida, halqalarning eng kaynida turadi. Masala shu yerdaki, dal mushu o'qituvchilar eng yuqori va eng oldingi qatordagi tarixiy binokorlik, inson qalbini yoritadigan injenerlardir. Shuni bilish kerakki, o'qituvchi azizlangan joy dal baxt qushi bo'lgan anqoning tuxum basqan makonidan iborat. O'qituvchi azizlanmagan joy oltin ko'milgan xaraba ustida huvqish huvlaydigan makondan iborat. Yana bir mazmun, to'lab bo'lmaydigan qarz, kechirib bo'lmaydigan vafosizlik. Bundaq bir chiroyli oq kepinak atrofimda uchib yuradi. To'lab bo'lmaydigan qarz, kechirib bo'lmaydigan vafosizlik. Ajdodlarga qilingan hurmatsizlik axloqsizlikning birinchi belgisi. Pushkin. Ustozlarga qilingan hurmatsizlik barliq hurmatsizlikning eng oxirgi qabohatlik shakli. O'z ota-onasidan, o'z ustozlaridan, o'zi tarbiya olgan muallifdan farzandlar, yosh avlodlar to'lab bo'lg'isiz qarzlar. Vaholanki bizda o'z ustozini haqoratlashga, o'z muallifiga xiyonatkorona harakatda bo'lishga, o'z o'qituvchisi, yetakliguvchisining ilmiy muvaffaqiyatlarga changal selishga, ularning jismoniy, ma'naviy va ilmiy jihatdagi xotirjamligiga ziyon zahmat qilishga petinadigan tuzkur shogirdlarmi bor. Meningcha o'zi suyib, parvish qilgan o'quvchisidan ko'rgan vafosizlikdanmi ortiq azob bo'lmasa kerak. Mərhum professorimiz o'qituvchilik hayotida dal mushundaq ahvollarga yo'liqqan, balkim xabaringlar ya yo'q, lekin bu yerda alohida tilga og'ini o'rinsiz ish emas, yo'q ish emas. Xo'sh, davomlashtiray. Pishqadam o'qituvchilar qadrlashga, doim aslab turishimizga tegishlik insonlardir. U o'z navbatida ajdodlarga, ilm ma'arif peshvolarga hurmat qilish eng an'anasi va axloqi. Bundaq an'ana va axloq bo'lmaganda har qanday aql, qobiliyat, tadbir
tegi töşük, ko'ridek asqatmas bo'lib qoladi. Xo'sh, meni sal qisqartib o'tay. Yangi bir tema. Tarbiyalaguvchi cho'qim tarbiyalangan bo'lishi lozim. Biz yuqorida o'qituvchi degan so'zni uning asli mohiyati bo'yicha ta'rifladik va uningga nisbatan umumyuzlik hurmat tiklashni ta'kidladik. Hammaga ma'lum, o'qituvchi konkret inson. Uning o'qituvchi degan sharaflik nomga loyiq yoki emasligi konkret o'qituvchi masalasidir. Gyote to'g'ri aytgan edi. Tarbiyada butun masala o'qituvchining kim ekanligiga bog'liq. Tarbiya birinchidan ulug' ish. İnsoniyatning taqdiri tarbiya bilan hal qilinadi. Bilneski. Ikkinchidan tarbiya vijdon ishi. Gyote. Shunga o'qituvchi o'z kasbini aqli, qalbi va vijdoni bilan so'yishi, uni ulug' tarixiy taraqqiyotga angliq birlashtirishi lozim. U jafodimi, halovatdimi, unvon olgandimi, o'zini tüp vijdoni o'lchamdan jiroqlashtirib qo'ymasligi lozim. O'qituvchilik tarbiyachidan doim o'z-o'zini tarbiyalab turishini shart qiladi. O'qitish ikkasi o'qish demakdir. Bo'libmi, hozirgi davrda o'qituvchi har kuni o'zining bilim fondini beyitib va yengilab turmay o'z majburiyatini ado qilishi mumkin emas. Bilimsiz, bilimi to'van yoki bilimi qo'nirg'an kishilarni yuqori sinf o'quvchilari asalla bayqab ola oladi. O'qituvchi yana o'quvchiga bilim berish asosida fikr qilish iqtidorini yetildiradigan bo'lishi lozim. Chunki madaniyatning buyuk vazifasi insonni fikr qilishga o'rgatishdir. Edison. Bilim egilangan haqiqatni bilib olish bo'lib, faqat fikr qilish qobiliyati orqali bilimni rivojlantirish, amaliyotga tatbiqlash mumkin. Tarbiya yana bir jihatdan aytganda ulgu ko'rsatib yetaklash demakdir. O'qituvchi dars orqali, tajriba orqali ilmni o'zining amaliy harakati orqali ulgulik insonni namoyon qiladi. Bu o'qituvchining o'zini uzluksiz kamolat yo'liga qo'yib, to'xtamay ilgarilishni talab qiladi. Shu chaqda o'qituvchi haqiqiy ta'lim, tarbiya sohibi bo'lib yetishadi. Xulosa. Real dunyo ichida turib, kelgusiga nazar tashlaganda, oila bilan ona, ma'arif bilan o'qituvchining millatning ma'naviy safosini belgilashdagi hal qiluvchi rolini jamiyatdagi umumiy kishilarning e'tirof qilib, umumiy ong darajasiga, aqida darajasiga ko'tarishi talab qilinadi. O'qituvchini hurmatlash bilan o'qituvchilar qo'shuni qurilishining safosini billa ching tutish uning markaziy halqasi. 1993-yil 2-oy. Tamam. Mening muajiratda ayni vaqtda marhum professorimizning darsini olgan do'stlarim bor. Ularning deb berishicha marhum professorimiz nihoyatda bilimlik, nihoyatda qamlashgan, nihoyatda salmoq endi ajoyib odam qusur topamaydigan darajadagi shundoq bir professor ekan. Marhum olimimizning u dunyolig'i nurlar ichida Firdavs jannatlarda bo'lsin. Ma'qul emsa bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xo'sh, oxirida huzuringizga qisqa bir sinni sunaman. U bo'lsa-mu, o'tgan hafta qizim Dilfruz do'stlarining o'rinlashtirishi bilan Janvadagi Orva degan daryoda bir qiyiq yurish qildi. Bu ham xatarlik, ham nihoyat bir hayajonli shundaq bir faoliyatkan. Men ko'rdim, shundaqla bir qismini sing'i tatdim. Birinchi ko'rikdan boshlab ekanman, qarsam xeyli yetisha oladigan qilib turmay, shuning bilan bir ko'rikdan yana bir ko'rikka yugurib berib, 4 ko'rik yuguribdi men hisobda.
hasırap hümedep tattım iş qılıp şundaq yaxşı boldy hayajanlıq demle yana bir qitim qızımdan şundaq fəxrləndim ballarımızı Allah'ım öz panayida saqlasın zeydilengen yürekleriga melhemle ata qılsın maqul əmsə hürmetlik qeyrindaşlar keler qitimliq kitap oqış programımızda görüşelim. Hayır hoş, aman bolaylı. Ma çimde oturuplam okugandım. Xeyli nemke ma pesilde, xeyli soğuk gen. Hoş, hayır hoş. Keler qitim görüşelim. Assalamu alaikum. Bugün ben Cennetteki Arma Deryası'nın boyunda. Bu derya kızımın öyünün aldığını ötüdü. Bugün bu yerge alayda gelişimde bir sebep var. Bu basımı bugün kızım Dilfiroz dostları bilen bile şu deryada rafting yani kıyıkta yürüyüş deyimiz mi? Şunu kılmakçı. Bu mu hatrikiydi? Çok boğan bir xil hareket. Lekin kızım bana bu şekildeki faaliyetlerini bekerek yaxşı gördü. Meyli aeroplandan paraşüt bilen saklaş bolsun, ya buruna bağlap körükten saklaş bolsun degende axir faaliyetlerini şunlar yaxşı gördü. Men bunda faaliyetlerini qilishga jur'at qilolmayman, lekin kızım her gittim bu faaliyetlerini qilsa shunday hoş bo'lib ketdi. Faxrlanib ketdim. Chunki bu xildagi faaliyetlarning qadri kuchli. Eng muhimi şu kişinin nait güçlük cesaret taraf kalır. Bir gün kızım müşahede manga vakti da sertirip biraz videolarga tartıp rozurunlarga sunay dedim. Başlanışıdan ahırlış noktasıgacha 1,5 saatlar etrafı ekan. Ben fakat özüm tahtalıgan yerlerden tartıp rozurunlarga sundim. Tan göreyim.
dehşet tez yürek. Ah yedin. Bayturga yedin. Yana bir pek istemeye geldim. Ana kilap. Ayakta bunu dikende. Ula. Bravo. Hazır kildi. Eyvallah. Ah, no. Atrak yetişim gerek şimdi. Eyvallah valla. Şuna Dilfirozsuz mu? Şuna? Bak dur. Allah Allah. Vay yaraysız kızım, yaraysız. Ha yaraysız. Yaraysız bana. Bu ne? Allah. Öten. Olsun bana. Jirikim. Yaraysız bana. Yaraysız. Ahire. Moşa çıraylık kövrük kelip tügedeyim ana. Adam diyen kollarımız kıymet oyuna basıp koşup gitmişler. Ve hoş buldum canım. Ama bu kövrüktüm, bu kövrükü jügrem. Muhammed'im. Şükür Allah. Her birimizin persentlerini aman esen, sağlam, yaxşı qısın day. Endi trapga jügrep bağmay. Kaçan qaytib ketken yana. Yerim saatlikdagi yo'l bor degan haqqa. Mana. Takırlandım kızım.